Biz yoshlar kutgandik, bilgandik mana shunday o'zgarishlar bo'lishini, lekin tushimizga ham kirmaydigan bunday katta bir o'zgarishlar biz yoshlarni juda ham jo'shqinlantirdi. Sizniki tormi? Sizniki tormi? Maniki dutor. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Inson zoti borki, albatta xato qiladi. So'nggi paytlarda aktrisa va xonanda Nilufar Hamidova bilan qilgan kontentimiz juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi va ba'zi kuzatuvchilarning g'ashiga tegdi. Buning uchun o'zimizni aybdor his qilamiz. Bizning maqsadimiz esa shunchaki kuzatuvchilarga yumor, ya'ni kulgu ulashish edi. Lekin har doim ham biz o'ylagan maqsadlar amalga oshavermas ekan, ba'zida aksincha bo'lar ekan. Buning uchun o'zimizni aybdor his qildik va kelajakda kuzatuvchilar uchun yaxshi kontentlar taqdim qilishga harakat qilamiz va va'da beramiz. O'zbek konsert davlat muassasasiga va undagi ishchilarga, ya'ni mutasaddilarga o'tkazilgan suhbatlar uchun va san'atkorlarni qo'llab-quvvatlayotganliklari uchun alohida tashakkur bildiramiz. Hammalarga yana bir marta assalomu alaykum, sog' salomat bo'linglar.